Farzandlarimning ovqatini oqsilga boy va mazali qilib berayotgan shu stakanchiklarni sizlarga o'rgatmoqchiman. 8 oylikda mumkin bo'lgan ilik sho'rvani bugun bo'lishaman. Albatta video manfaatli bo'lgan bo'lsa, layk bosib menga obuna bo'lib qo'ying. Ilik suyaklarni yaxshilab yuvib olamiz. 2 idishga suv to'ldiramiz. Birinchisiga 6 litr toza suv quyib qo'yamiz. Ikkinchisiga ozgina suv qo'yib suyaklarni qaynatib olamiz. Qaynab ko'piklar ajralgach, suvni to'kib, katta kastrolkaga suyaklarni olamiz. Shunda vaqtingiz ancha tejaladi. 1-2 soat o'tgach, piyoz, qizil sabzi, lavr bargi, murch va gimalay tuzini solib, tuzini tapga ko'ramiz va shu ketishda 9-10 soatdan keyin vaqti bo'lgach o'chiramiz. Sovitishga qo'yamiz. Ananazi stakanchiklarni yuvib sterillab qo'yamiz. Ilik go'shtini bir qoshiqdan stakanchiklarga solib chiqamiz. So'ng sitidan o'tkazgan suvini ham quyib chiqamiz. Ilikli stakanchikdan menda 20 ta chiqdi. Muzxonaga qochishga yuboramiz va xohlagan ovqatingizga oddiy suvni o'rniga shunaqa bulyondan solsanglar, qoni foyda bo'ladi va ovqatingiz yanada mazali va oqsilga boy bo'lib chiqadi.